Assalomu alaykum, bizani kuzatib turgan hammaga. Inshaalloh bog'imizdagi yana bir yangi urug'siz, yirik xo'rakinavlar sohasida ham, mayiz sohasida ham bemalol o'zini ko'rsata oladigan navimiz, yangi nav. Inshaalloh Arra 30. Bu Arra kompaniyasining oq uzumlarini ertaklari hisoblanadi. Bu o'ta ertaki nav hisoblanadi. Inshaalloh donlari ham yirik, qarsildoq. Mana e'tiborimni tortgan tarafi tanasida o'ta mustahkam nav hisoblanadi bu. Tanasida juda mustahkam turadi. Bu navimiz men o'ylaymanki preobrazeniyadan yaxshi e'tibor qilinsa, preobrazeniyadan ham oldin pishadi. Chunki bog'imizda preobrazeniya uzumi pishgan, inshaalloh bu ham pishgan. Lekin biror bir navni yomonlash yo maqtash niyatimiz yo'q. Xalqqa, millatga foydasi tegadigan navni maqtasa arziydi. Bu navimiz urug'siz bo'lganligi sababli har qanday sharoitda ham bozorgirligi yo'qolmaydi. Inshaalloh to'g'ri, preobrazeniya ham yomon nav emas, lekin unda urug' bor. Buni mayiz sohasida ham, xo'raklik sohasida ham sinab ko'rsa bo'ladi. Mana bu yerda yana bitta bo'shimiz bor edi. Bu ancha shira olib qo'yganligi sababli qushlar yeb ketibdi. Buni mana shu setkada saqladik, inshaalloh sizlarga ko'rsatish uchun. Mana bu husaynlarimiz holati, husaynlarimiz hali g'o'ra. Mana shunday tanaga, mana bu ko'rsatkich barmog'im 2 dona bosh qo'yib berganmiz. Mana shu boshlarimizni holati. Bu Arra 30 navimiz hozir pishib yetilgan. Tanasida o'ta mustahkam. Tanasida juda mustahkam nav. Mana tortgan bilan kelmaydi. Mana. Buni mayiz sohasidagilar ham yaxshi tushunadi. Tanasida osib soyaki mayiz qilishda tana mustahkamligiga juda e'tibor beradi. Bunda yana bitta narsaki, hali gibrilin ishlatilmagan. Bilmadim endi, xudo xolasa bu o'zi shunday ham yirik nav. Agar gibrilin ishlatilsa, bundan ham yirik bo'lishi mumkin inshaalloh. Mana bu donlari mana shu holatda. Hozir pishgan holati Husaynini pishganiday baravar. Inshaalloh bu ertakiligini, kishmishligini hisobga olsak, katta ob'yomlarda qilishga juda to'g'ri kelgan nav deb hisoblayman. Mana bu ichi bir dona rudimenti bor. Mana zichligi. Mana pishgan. Inshaalloh kuzatishni davom etinglar. Hali bundan ham zo'r navlarni sizlarga ko'rsatishni biz davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.